Bugun 2,5 yoshlik mijozimiz Muhammad Aminni imijini ustida ishlaymiz. Faqat o'zini hali xabari yo'q. Bugun jajji mijozimizning imijlarini kaltaroq qilishimiz kerak. Sochlari ancha o'sib ketganligi uchun ozgina nimjonlashibdi. Peshona qismlarini ham chap tomoni ozgina siyraklashib qolibdi. Sababi chapdan o'ngga ko'p taralganligi uchun. Birinchi navbatda tepa qismlaridan ozginadan kaltalab chiqamiz. Keyin esa yonlari va orqa tomonlarini ham tepa qismiga moslab bir xillikda kaltalab chiqamiz. Buni ko'zlaridagi yoshini qarasangizcha o'ziga yarashib turishini. Ayni temadan tashqariga chiqib ketmaymiz edi. Yon tomonlarini pastga tortib kaltalab chiqamiz va cho'lka qismlarini ham yon qismlariga moslashtirib bir xillikda kaltalaymiz. Umumiy formamiz tayyor bo'lgandan keyin sochchi uchlarini slayson usulida tekstura beramiz. Kamera. Voy, yechib oldi. Bolachalarning sochini olish oson deb o'ylaysiz, lekin buni mashaqqatini sartarosh hamkasblarimiz tushunishadi. To'g'rimi hamkasblar? Sochimizning yonlarini quloqlarning ustiga ozgina tushib turadigan qilib forma berdim. Strishkamiz tugagandan keyin yuvib, chiroyli qilib o'ziga yarashadigan qilib quritib beramiz. Muhammad Aminni bahoriy imijiga baho berasizlar. Hammanglarning fikringizni kommentariyada kutib qolamiz. Muhammad Aminga soch yoqdimi deyman, xursandchiligini mana shunaqa qilib izhor qildi bizga.